Assalomu alaykum. Toshkentdan xursandliklarni qarang. 20 kundan beri bizga yozadigan sizmi? Biz bu akamga o'xshagan odamlarning duosiga muhtoj insonlarmiz-da. Alloh taolo bizani sog'lom yaratib, lekin bulardagi tafakkur qila olmaydigan qilib qo'yganda, bulardagi shukr keltira olmaymiz biz. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Biz bularning duolariga muhtojmiz. Shuning uchun yetib kelganmiz. Masofalarni, muddatlarni qizig'i yo'q bizga. Oldilariga kelsak bo'ldi. Omonmisiz? Ishlamayaptimi? Eskirib ketdimi? O'shanga yozuvmidingiz bizga? Telefonda yoza olasizmi siz? Ha? Eshityapsizmi yaxshi? Yaxshi. Bu bitta o'zlari yashaylarmi bu yerda? Turmush qilmaganlar. Ha? Aravachani minib olib o'zi qatliga chiqadilar. Birinchi sport maktabiga borib tomosha qilib keladi sportchilar. Sportga borib kelasizmi? Sportchilarni tomosha qilasizmi? Nimasi yoqadi sizga ularni? Boqalar bo'lsa tomosha qiladi. Ha. Urushgani yoqadimi? Zo'rmi? Siz hammasini yutsangiz kerak ularni. Yurak amri xayriya fondini kuzatasizmi? Bizni yaxshi ko'rasizmi? Nima uchun? Hammaga yaxshilik qilamizmi? Shuning uchunmi? Yetim boshini silaymizmi? Yonbosh. Nima yozilganini o'qidingizmi? Birlashsak kuchimiz deb yozganmiz, a? Videoni ko'rib turgan har bitta yurtdoshimizga, o'zbek tilini tushunadigan har bitta odamga shu murojaatim. Aslida biz kasalmiz, O'ral akam emas. Alloh taolo bizani sog'lom qilib yaratganni, hatto tirnog'imizni haqqini ado qila olmaymiz halolligi bor. O'ral akam shu holatda o'tirib yig'layman deyaptilar. Yetimlarning boshini silagan dedi. Kuzatib bizga yozganlar, avvalo duo qilganlar. Ishingizga rivoj tilayman. Bitta aravacha bo'lsa beringlar, meni ham oldimga kelinglar dedilar. Hozir o'rgangani keldik ular. Haqdormilar, yo'qmilar, xonadonlarda sharoitlari qanaqa, shuni bilgani keldik. Bilib nima topganimizni ko'ring. Ne ishda bizni videoyimizni o'tkazib yuboradigan insonlarda, sog'lomlarda yo'q narsani topdik. Mehribon, Allohni xursand qiladigan narsaga bularning muhabbatlari bor. Rasulullohni suyuntiradigan narsaga bularning muhabbatlari bor. Mashina bor ekan. Yana arava so'raysiz. Shuni haydamaysizmi? Shu yaxshi-ku. Endi xafa bo'lmaysiz. Men ketdim aka. Omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'pmi? O'zingizni qiynamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Eng ko'p so'rayotgan narsangiz aravachani Allohdan. Xudo xolasa hal bo'ladi. Xayr aka. Xayr. Xudo xolasa hali telefon qilaman aka. Xayr. Chiqadilar. Baribir chiqadilar. Men aniq bilaman. Akam. Biz mana shunaqangi birlashishimiz kerak edi. Mana shu birlikni amaldagi haqiqiy namunasi. Gapda billamiz, bitta millatmiz, bir xalqmiz, bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, biz kuchlimiz, biz g'olib bo'lamiz deyish boshqa narsa, lekin mana shunaqangi o'zini nimadir bilan, hech bo'lmasa e'tibori bilan, shirin so'zi bilan, daldasi bilan yonida bo'lib turib, bundoq tirgay bo'lish umuman boshqa narsada. Bu yerda hali aytgandek gap pulda ham emas azizlar. Umuman gap pulda ham emas. Bu ishonchim komil, Xudo xolis hali ko'p odamlarga ibrat bo'ladi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Yurak
rahbari, xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.